Samira, nihoyat erimdan ajrashdim. Endi boshi ochiq ayolman. Xiyonatkor erni jazosi mana shunaqa bo'ladi-da, Nigor. Indamasang, erkaklar bizga hamma narsa mumkin deb o'ylashadi. Qaytanga eriga mazza bo'lmadimi? Uni ham uylanishi uchun yo'li ochildi. O'sha topganiga uylanibdi deb eshitdim. Mahallasiga borib, meni erimdan ajrattirgan mana shu megajin bo'ladi deb hammaga aytib chiqdim. Boplabsan, dugonajon. Bunaqa erlarga mana shunaqa zindon pand berish kerak. Menimcha, erimga rosa kunini ko'rsatganman. Nigor opa, eringiz kimga uylandilar? O'sha men birga ko'rib qolgan ayolgami? Menga nima? Men qayerdan bilaman? Menga desa ko'chadagi itga uylanmaydimi? O'sha ayolga uylangan bo'lsa ham yaxshi, chunki rosa chiroyli ayol edi. Voy, eringiz uylanib ketibdi. Endi siz nima qilasiz, Nigora? Nima qilardi? Bu ham o'ziga mos bitta yarimta boyvachasini topadi. Ajrashdim deb a'zo ochib o'tirmaydi-yu, axir, to'g'rimi? Hozir er haqida o'ylamayapman. Dam olmoqchiman. Charchadim. Endi birinchi qiladigan ishim ijaraga uy olib, tezroq chiqib ketish. Akam ota uyimga sig'dirmayapti. To'g'ri. Akangni uyida tursang boshqasini topolmaysan ham. Har bitta qadaming tekshirib yurishadi. Dugonajon, erimga bo'ysunmagan, akamga bo'ysunamanmi? Hech ham. Endi erkin qushman. Qayerga xohlasam, o'sha yoqqa qarab uchaman. To'g'ri. Faqat o'g'limni akam sig'dirmayapti-da. Ne qara. Nimaga o'g'lim kitobini yirtding? Ha? Nima yirtding? Tog'am, men yirtganim yo'q. Sen yirtdinsan. Men oddiy ko'rib o'tirganimda kelib tortdi, keyin yirtilib ketdi. Ha, demak, o'g'lim tortdi, ayb hamma o'g'limdir, shunaqami? Sen oppoqsan. To'g'rimi? Sen yirtgansan. Tinchlik.